sirkometrajlarni yangi modellar keldi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, zo'r modellar kelgan, sizlarga yoqadigan, sizlarga ma'qul bo'ladigan, sizlarning ko'ngildan joy oladigan zo'r modellar. Bular hammasi sirkon, hozir trend bo'layotgan metraj ko'zlar. Bilaman, sizlarning hammangizga hozir bularning narxi qiziq. To'g'risini aytaman, narxini har bittasini aytishga iloji yo'q, chunki hammasining narxi har xil chiqqan. O'zim ham bir xil payt esimdan chiqib qoldi. Kompyuterga qarab keyin aytamiz, chunki model ko'payib ketgan. Iloji bo'lsa, Telegramga skrinshot tashlab bersanglar, biz narxini aytib Shu ko'rsatgan modellarimizdan orasida sizlarga bitta dona yoqqan modeli bo'lsa ham bitta like bosib ketinglar. Bu sirkon toshlarimiz har kuni Xitoyda yangilarni o'ylab topishyapti. Xudo xolisa yo'lda undan zo'rlari bor. Sizlarga ularni ham olib kelib ko'rsatish uchun ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi bu. Bir narsani alohida o'zimga ishonch bilan gapira olaman bu sifat to'g'risida. Biz bu sirkon toshlarni anchadan beri sotamiz. Bilasizlar, assortimentda bundan oldingilari ham, bundan keyingilari ham xudo xolisa sifat uyaltirmaydigan bo'lib kelyapti. Narsalarni anchadan beri bizdan mijozlar xarid qilishyapti. Hali hech kimdan yomon fikr eshitmadik. Hammangizdan iliq fikr eshityapmiz. Shuning uchun o'zidagi ishonch bilan gapira olamiz sifati to'g'risida.